Abduqodir alamidan yig'lab yubordi. Ko'rdingiz. Bilasizmi nimaga? Sababi u yirtqich Yevro futbolni qolganlariga nisbatan karrasiga ko'proq biladi. Qovurilib yuribdi o'sha yerlarda. Chidolmay oldinga o'tib ketganini ham ko'rdingiz-a? Aytmoqchimanki, termamiz ham asta-sekin o'sha darajalarga yetib boryapti shu yillarda. Shu yirtqichlar bilan o'ynab qovurilib toblanamiz Husanov singari. Taqdir Abduqodirni APLga tashladi. Tashlaganda ham Chelsiga qarshi bahsga tashladi. Qiynaldi, xato qildi. Vaqtlar o'tib oyoqqa turib hozir qanaqa darajada ekanini bilasiz. Taqdir termamizni eng nufuzli turnir Jahon chempionatiga tashladi. Tashlaganda ham eng qiyin guruhlardan biriga uloqtirib yubordi. Ha, qiynaldik, qiynalyapmiz. Yuqorida Abduqodir qiynalgani kabi, ammo o'sha etapdan o'tgandan so'ng qanaqa futbolchi bo'lib yetishganini ko'ryapmiz. Ishoning, termamiz aynan o'sha o'tish davrida. Shunaqa payt ularni qo'lidan tuting, jerkimang, kulmang ustidan.